Salam do'stlar. Anglayotganinglar Aktiv energiyalik yosh Nurali Ablizning hayotingizdagi 84 ming xil imkoniyat nomli kitobining davomi. Hamma odam mumkin emas degan chog'da hormay talmay terishish orqali utuq qozonqili bo'ladi. Undaq qilmasangiz g'alaba qilish imkoniyatiga erisha olmaysiz. Undaqda g'alaba qilish imkoniyatiga erishish uchun 100%lik, hatto 200%lik tirishchilik ko'rsatishimiz kerakmi yo'q? Navoda bir qo'shilgan bir tang 3 bo'lsa, olamda qanday o'zgarish bo'lar? Buni tamoman mumkin emas degil bo'lmaydi. 3 tanchining avtori Liu Cixin ziyorat davomida fantaziyalik bir hikoyani tilga oladi. Uningda 3 bilan 4 oralig'ida yana bir butun son borliqqa bayqildi ekan. Mana buningda matematikalik qoidalarning o'zgartirish ehtimolligi tasavvur qilingan. Oldingi kitobimni yozayotgan chog'da bak arsaldi bo'ldim. Gerçi o'z kasbimdan boshqa sohalardami oz to'la natija yaratgan bo'lsam-mu, yiziqchilikda o'zimga toza ishonchim yo'q edi. Ish aplashmasa, xalq nima deb qolar deb ansiraytdim. Bir kuni liftda Yuminxo muallim bilan uchrashib qoldik. U mendan yaqindan beri nima ishlar bilan aldirash yuriysan? Qarasam, ko'ngling joyida emasdek qiladi, deb so'radi. Men uningga kitob yozayotganimni va toza ishonchim yo'qligini aytdim. Yuminxo muallim mundaq bir eg'iz so'z bilan menga madad berdi. Boshqalar qiladigan ishni sen nimishqa qilolmagadeksan? Ba'zilar kuniga 8 soat muqim xizmat qilib turibmi dunyoni aylandi ekan. Ba'zilar bir shirkatni boshqarib yuribmi she'r yozib, kitob chiqardi ekan. Ba'zilar oddiy yashab turibmi o'zidan olqiy oladi ekan. Siz nimishqa qilolmaysiz? Hayot safarda kurashga otlanganingizda qilolmaysan deydiganlarning aman chiqadiganligini payqaysiz. Halbuki qilg'ili bo'lmaydi degan ishni qilg'ili bo'ladiga aylantiradigan, qilolmaydiganligini bilib turib qiladigan johillik dal qaltis odam bilan odatdagi odamning farqi. Zamonimizdagi o'limiz deb atalgan junguliq razvedchik Li Changyuning naq maydonda analiz qilish iqtidori nihoyatda yuqori bo'lib, Simpsonning ayolini o'ldirish delosini tekshirishga qatnashgan. O 5 yilda Amerikaning bakalavrlik, magistrlik, doktorlik unvonlarini elib bo'lgandan boshqa 77 yoshida Sabinni 1 sekundda poplavatgan qaltis odam. U butun hayotida faqat birla ishni qilgan. U bo'lsa-mu mumkin emasni mumkinga aylantirish. Li Changyu Amerika tuprog'iga dastigan chog'da yenida oralla $50 bor edi. Uning muvaffaqiyat hikoyasi mundaq bir ideyani o'ttirg'a tashlaydi. Arzuyingizni amalga oshirish uchun avval yo'nalishni belgilang. Bir o'rinda piqra vermay, ashu nishonga qarab oz-ozdan ilgirlasangiz, hamon arzuyingizga yetasiz. Li Changyu mundaq deydi: boshqalarning nazaridagi mumkin emasga ishinib o'ldirish taslim bo'lganlik. Pul yo'q ahvolda yo'l ichishingiz kerak. Yo'l ichilgandan keyin utuq qozonish imkoniyati tug'iladi. Albatta, biroqla g'alaba qozong'il bo'lmaydi. Sabrchanlik bilan mengishingiz kerak. Mumkin emasni mumkinga aylanish jarayoni mana mushundoq bo'ladi. Men yaxshi ko'radigan kompyuter o'yinini elib aytsak, 10 yilning oldida elektronlik musobaqa borligini bildiganlar nihoyatda oz edi. Kompyuter o'yini o'ynabmi hayot yo'li topqili bo'lganligiga hech kim ishonmaydi. G'alati maxluqlarning nochilik tanlashi 3 nomli bu o'yinni yaxshi ko'rib qilishmi bir xil ruhning sababidan bo'lgan. U o'zining dunyo bo'yicha oldingi qatorga o'ta oladiganligiga va bu orqali o'ziga tava bir dunyo yarata oladiganligiga ishonadi. Uydagi 2000 yuanlik kompyuterning saplamasi to'van bo'lg'achqa, odam soni 100 dan ishib ketsa, sur'at ostilab ketadi. Shunga u tez hujum qilish strategiyasini qo'llanib, boshqalar adab darajasini o'stirayotganda, u ayol sehrgarlari va margarlarni agashtirib, chaqmoq tezligida hujum qiladi. Eng oxirida bu usulni bir xil mahorat darajasiga ko'tarib, SKY iqimi, to'lqin iqimi, yaqin nuqta munari, rush iqimi qatorliqlarni yaratgan. Bu odamning ismi Sky bo'lib, o'zi yaratgan chaqmoq tezligida hujum qilish mahoratiga tayinib 2005 va 2006-yili uda 2 yil dunyo chempioni, elektron mahorat ko'rsatish musobaqasi bo'lib, dangli shaxsga aylandi. Mun Grabbi, Grabbilar bilan qo'shilib
g'alati maxluqlarning nochilik talashishi turida dunyodagi 3 danglik mahirning biri ataldi. Menmi kompyuter o'yiniga mastani bo'lib, 12 yildan keyin arzuyim ishga eshib, g'alati maxluqning e'lon qilinish yig'iniga riyosatchilik qilish. Bu Yanzu qatorliq danglik cho'lponlar bilan bir sahnada fikr almashtirish hamda Jungodan rasmiy taklif qilingan birdan-bir aziz mehmon sifatida Hollywoodga berib, g'alati maxluqning xalqaro qo'yilish murosimiga qatnashish sharafiga erishdi. Ayni chog'da dadasi to'rxonadan so'rab chiqib, toza adibini bergan bu bola qat'iy davomlashtirish ruhiga tayinib, oxiri orzusini amalga oshirgan edi. Bir umr mumkin emaslarga jang e'lon qilib yashagan kishilar oxiri mo'jiza yaratadi. Odatdagi odamlarmi o'z sohasida boshqalarning nazaridagi mumkin emaslarga amaliyotda mumkinligini isbotlab chiqa oladi. Mening bir do'stim bezakchilik shirkati va o'tdagi ilish adretini chaqirmay turib 40 kunda uyni o'zim loyiyalab yolg'iz bezab bo'laman deganda uning atrofidagi kishilarning hammasi mumkin emas degan edi. Sen loyiyalashni bilmasang, qanday qila olaysan? Uy bezashdanmi xabaring bo'lmasa, o'zing yolg'iz qanday qilib bo'lasan? Sen bir qiz bola, o'zing yolg'iz turli materiallarni setib olib, ishchi izlab, bir turni o'zim qilaman deysan. Bu mumkinmi? Uningga turli savollar yog'dirildi. U avval nurg'un uslubdagi loyihalarni to'plab, orqadan loyiha kasbini bildigan do'stining yordamida o'zining loyihasidagi ilmiy bo'lmagan nuqtalarni tuzatdi. Ondan yana bir kun vaqt sarf qilib, har xil bezakchilik ta'sirotlarini o'qidi. Qadam bosqichlarini va doim yuz beradigan xato loyihalarni tafsiliy yezib olib, mashg'ulot davomida uni har kuni bir qancha qatim ko'rib turdi. 3-kunidan boshlab ishik, oshxona uskunlari, kitob ishkabi qatorliqlarni buyruq qilib bordi. Bu narsalarni bir oyda bitkizib kelib beradigan bo'ldi. Qolgan 20 kun ichida har kuni birdan turni bitkizib, bir oydan keyin oq rangni asos qilgan, Yevropacha uslubda bezalgan, har xil gullar tizilgan chiroyli uy bitib chiqdi. Mumkin bo'lmaydi deb qaralgan nurg'un ishlarda masalani bir-birlab hal qilsak, mumkin bo'ladigan ishga aylanadi. O'zimiz dastlabki loyihani tuzib, kasbiy loyihalaguvchilarning yordamida mukammallashtirsak bo'ladi. Qurilish ishchilariga ozroq pulni bersakla, 2 kunlik ishni bir kunda bitkizib beradi. Tamoq vaqtida ishchilarni boshlab, eshik oldidagi oshxonaga kirib olib, to'g'ri qo'rdiq bilan mehmon qilsangiz, tamoq vaqtidami vaqt tejilib qoladi. Odam ko'p bo'lsa, maslahat to'la bo'lib ish aynamaydi. Hamma ishga o'zingiz qaror chiqarsangiz, ish unumi o'ylamagan darajada yuqori bo'ladi. Yana bir do'stim xizmatdan istifa berib, aspirantlikqa imtihon bermoqchi bo'lganda, imtihonga oraliq 2 oy vaqt qolgan edi. Hammasi mumkin emas deyishdi. Ular o'tirib qo'ygan sabab nihoyat oddiy. To'liq kursning darslarini yaxshi o'rganmagan edim. Faqat ingliz tili bilan siyosatni takror qilishga 2 oy vaqt yetmaydi. U oldi bilan mushu maktabda o'qigan bir o'quvchining 4 yillik xotira daftarini oriyatga elib, muallimning o'qitishdagi muhim nuqtalari va imtihonga ko'p chiqadigan qiyin nuqtalarni tadqiq qildi. Ingliz tili va siyosatning to'g'ri takror sinfiga tizimlatib, har kuni oldingi yillardagi imtihon savollarini astoydillik bilan ishladi. Va shuningga asosan o'zi ojiz nuqtalarni bir-birlab takror qilib chiqdi. İngliz tili savollarini ko'rishga boshlagan chog'da u bilmaydigan so'zliklar nihoyat ko'p bo'lib, hech narsani bilmaydigandek his qilgan edi. Shundaqdimi so'zliklarni daftarga ratlik ko'chirib, qayta yodlagandan keyin ikkinchi qitimliq sinov imtihonida har holda bir narsa yoza oladi. 3-qitim, 5-qitim, 10-qitim borganda asosan hamma so'zliklarni bila oladigan bo'ldi. Shu yillik aspirantlik imtihonida ingliz tili va siyosat imtihonining har ikkilisida qabul qilish nomersizqidan 20 nomerdan oshirib, hukumat mablag' bilan o'qishga o'tdi. Ularning tayong'ini qora kuch emas, to'g'ri usulni topgandan keyin o'zingizdagi yo'shirin iqtidorni hargiz sal chaqlamang. Ammo o'zingizning tizginlash kuchini uncha ziyoda chaqlab ketmang. Kitob yozishni elib aytsaq, bir kitob taxminan 100 ming xat deganda, agar kuniga 10 ming xat, ya'ni taxminan 3 parcha maqola yozishga to'g'ri keladi. Bundoq bo'lganda besimbak ig'ir bo'lib ketib, so'ralmalikni keltirib chiqirdi. Boshqa ish qilgandimi ruhliq bo'la olmaysiz. Ya'ni kelib, har xil bahonalar bilan o'zingizni qochirishga majbur bo'lib qolishingiz mumkin. Agar kunda bir parcha yoki 2 kunda bir parcha yozishni planlab, bir kunni o'ylanishga, yana bir kunni yozishga sarf qilsangiz, yana 3 oyda bir kitob yozib bo'lg'ili bo'ladi. Bu sur'atmi nihoyat tez hisoblanadi.
Jamiyatimiz yezi egilikni asos qilgan jamiyatdan savdo tijoratni asos qilgan jamiyatga, ondan yana aloqa to'ri jamiyatiga aylandi. Kelgusida tamoq yeyishdan boshqa mashina haydash, hatto turli turmush ta'sirotlarni yetkilib turadigan jamiyat borliqqa kelishi mumkin. Mushundaq tez o'zgarib turayotgan jamiyatda kasb tanlash, egilik tiklashning turlaridami g'oyat zo'r darajada o'zgarish bo'lib turadi. Egilik tiklash turidagi programmalarda ma'lum bir turning iqish aqmasligini isbotlashda mablag' solg'uvchilar ko'pincha jiddiy ehtiyoj va elastik ehtiyoj haqida so'zlaydi. Sifatli gul va tatliq yemeklik bir gavda qilingan egilik tiklash turiga baho berganda bir qism mablag' solg'uvchilar jiddiy ehtiyoj bo'lmagan bu turga ehtiyotjon bilan pozitsiya tutadi. Ammo mablag' solg'uvchi Lo Yuning bugun elastik ehtiyoj oldida turayotgan turlar yaqin kelgusida asosli iste'mol bo'yimiga aylanadi deydi. Men 2 yildan beri tarqatib kelayotgan Ali Qaltis ingliz tili dastlabda 20-30 minutlik uzunlikda ishlanadi. Hozir bir qancha minutlik uzunlikda ishlaydigan bo'ldi. Bu amaliyotda davrning ehtiyojini ko'zda tutganlik bo'lib, sin darsligining qisqa bo'lishidagi sabab eng qisqa vaqtda muhim nuqtani o'ttirga qo'yib, ko'rurmanlarni vaqt va unumda qo'sh foydaga erishtirishni maqsad qilgan. Mumkin emasni mumkinga aylantiradigan muhim tafakkur usulini men Kevin Kevinning Muqarrarlik nomli asardan o'rgangan. Ya'ni kelgusidan qaraganda to'g'ri bo'lgan ishni qilish fan texnikalik o'lchigishda agar qimmat uzluksiz eshib turadigan bo'lsa, biz gangarash his qilmagan bo'lardik. Ammo amaliyotda bo'lsa to'xtamay bilinmagan sohalar bayqalib turadi. Bu yerdagi bayqash jarayoni amaliyotda bilinmagan mumkin emaslarga yuzlanish jarayonidan iborat. Endi siz burunqidek oddiy bir burmamix emas. Bu eng yaxshi davr, shundaqla eng eski zamon. Shuning uchun yaxshi deymizki, hozirgi zamonimizda bilim va hunar mislsiz e'tiborga erishdi va ularni pulga aylantirish imkoniyati bor bo'ldi. Shuning uchun yaxshi emas deymizki, o'tgan necha 10 yilda izchil o'zgarmagan to'mir tovoqdan keladigan bexatarlik tuyg'usi asta-asta yemilishga boshlab, har qanday bir odamning har zamon shallanish ehtimolliqi tug'ildi. Bilimingizni pulga aylantirishga oldirmagan, sistema ichida yoki shirkatda muqim maoshli xizmatchining rolini elayotgan odam bo'lsingizmi, o'zini davomli kuchaytirib yengilib turmasangiz bo'lmaydigan holat shakllandi. Junguluq sheriklar nomli kinoda Yu Minho muallimning rolini olgan Chin Dongchangning viza iltimosi rad qilinganda Amerika xalqi menga ehtiyojli deb to'lig'ini emas, balki yengil xizmatga tushgan mezgilda oilasini qamdash uchun oila o'qituvchiligi qilgan jarayonidagi tafsilotlar menda eng chunqur ta'sir qoldirdi. O'quvchining ota-onasi Yu Minho muallimga pul bermay, ish haqqiga hisoblab bir savat tuxum berdi. Kinodagi Yu Minho muallim bir savat tuxumga qarab nim deyishini bilolmay turib qoladi. Keyin Yu Minho muallimdan ayni chaqda rost shundoq ish bo'lganmi deb so'rasam, u esiga ololmadi. Ammo u chaqlarda dars haqqiga pul berishdan qochib, bir savat yerlik tuxum yoki yerlik mahsulot bilan yo'lga soladigan ishlar umumyuzlik ahvol edi. Qadimki ziyolilar pulning gapini qilishdan xijil bo'ladi. Ahvol hozirmi shundoq? Nurg'un kishi bilim pulga aylanish kerak degan qarashga qo'shilmaydi. Chet ellarda kitob qimmat, bizda kitob arzon. Yana kelib nashr huquqiga tajovuz qilgan ahvollar uchrab turadi. Nobel mukofotiga erishgan bir olimning xabariga qaraganda, bir cho'lponning to'y xabari ko'p tarqaldi ekan. Bilim sohiblarining e'tibori qilinmaydi ekan. Beijing Dashoning kompyuter kasbiga o'qishga kirgandan keyin Ali kompyuterim buzilib qoldi, yasab bergin. Menga PPT ishlab beramsan. Mundaqla ishlab qo'ysang bo'ldi deydiganlar ko'payib ketdi. Azroqli savodi bor odamga ayon. Kompyuter remont qilish aqliy ham jismoniy emgak. Oddiy bir PPT ishlashga kelsak, material yig'ishdan tutkizishgacha xeyli vaqt ketadi. Dashoning 2-yilligiga chiqqanda kasb almashtirib, ingliz tili fakultetiga kirgandan keyin Ali ma'lum maqolani inglizcha tarjima qilayotganda kasb o'qiganlarga birdamlikla ish, seni mehmon qilay, deydi.
ko'nglimda tarjima degan vaqt oladigan, boshning qetiqini chiqaritadigan ish bilamsan deyman. Yo'q deyishga ko'nglim unamay, imkon qadar rozi qilishga tirishdim. Natijada o'g'inish qilsammi, amaliy praktika qilsammi bo'ladigan vaqtim shu ishlarga isrof bo'lib ketadi. Ilgari bilim bir mahal qadrsiz bo'lib ketdi. Aksicha ko'ngil baharsizdek bilinadi. Bo'libmi, haqsiz aqliy emgak ko'ngilga tutqun bo'lgan chaqda boshqalar bahasiz ko'ngil badilgan sizning qadrsiz bilimingizni biror qitim so'rab qo'yganda qandoq rad qilg'il bo'lsin? Bilimingizga tayanib do'stingizga yordam qilmasangiz xijolat bo'lmamsiz. Sarf qilgan vaqtingiz, zehniy kuchingiz badiliga do'stingizdan pul talab qilishdan xijil bo'lmamsiz? Yaqinqi yillardan beri maktab bitkizgan o'quvchilarning tanlashida ma'murlik birinchi o'rinda turib keldi. Hatto bir o'ringa necha yuz odam imtihon beradigan ahvolmi normal bo'lib qoldi. Buningdagi sabablarning biri shuki, kishilar bilim va hunarni pulga aylantirish tez deb qaraydi. Yaqinqi bir necha yildan buyon bunday ahvol asta-asta o'zgaryapti. Yuminxong davlat ichida eng baldur bilimini setib pul topgan odamlarning biri bo'lib, 20 necha yil kurash qilib, bugungi Shindongfang guruhini barliqqa keltirdi. U haqiqatan talaylik, ya'ni kelib birdan-bir talaylik odam emas. Hozir munavvar odamlar bilimini nihoyat tezli pulga aylantira oladi. Sur'atning tezligi, ko'lamning zo'rligi tasavvuringizdagidan nechasi eshib ketadi. Aloqa to'ri zamon cheklamasini buzib tashlab, kishilar orasidagi nol nuqtani bargancha yaqinlashtirib, barobarlikni xili zo'r darajada ishga oshirdi. Yetarlik tirishqandilar ondan yengish fursatiga erishgili bo'ladi. Jamiyat mavhum hayotlik o'yiniga o'xshaydi. Dastlabda yangi a'zolar mahallasidan kirasiz. Ozroqla terishsangiz tavalligingizda birinchi bo'lasiz. Lekin boshqa rayondagilar sizni tonimaydi. Uningdan keyin kiradigan mahirlar mahallasidagilarmi sizni tonimaydi. Burun munavvar odamlarning nurg'un odamlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyati yo'q edi. Topidig'inimi oz bo'lib, ma'lum ishlarga tayanib turmushini qamdaydi. Hozirgi jamiyatda barliq o'yin rayonlari qo'shib etilgachga, minglagan odamlar bilan musobaqaga tusha olasiz. Haqiqatan kuchli bo'lsangiz, 10 ming odamning pulini ola olasiz. Bu xil o'zgarish fursat elib keldi. Shundaqla raqobatchilarga qo'yilgan talabmi munosib holda oshdi. Kichik kollektiv ichida jon beqib ko'nib qolganlarning kuni taslashdi. Chunki cho'ng kollektiv ichiga kirgandan keyin oldingi qatorda tura olgan bir qancha odamlar iqtidorini haqiqiy turda pulga aylantira oladi. Hozirgi aloqa to'ri davrida bilimga tayanib ko'p pul topmoqchi bo'lgan odam avval har xil vositalardan foydalanib, o'zi tava kichik kollektiv ichida o'zini texmo yuksaltira olishi kerak. Ma'lum kollektivga qitilib, atrofingizdagi 90% odamning sizdan kuchli ekanligini, siz o'rganishga tegishli narsalarning texi ko'pligini his qilgan vaqtingiz sizning yangi a'zolik bosqichida turganligingizni bildiradi. Bir mezgil ishlagandan keyin atrofingizdagilarning yarmi yanada sizdan kuchli bo'lib, qolgan yarmi kayningizda. Qolgan bo'lsa, bu sizning muhitga moslashib, ilgirlashga boshlaganligingizni bildiradi. Atrofingizdagi 90% odam sizga raqib bo'lolmaydiganligini jazmlashtirgan vaqtingizda, agar yangi narsa o'rganolmaganda, rohat balbog'dan boturlik bilan bo'sib chiqsangiz, aloqa to'ri davrining farovonligidan bahramand bo'la olasiz. Qimmat asta-asta odamga qaytayotdi. Lo Jinyuga o'xshash taratqu egalari eng ilg'or qurollarga tayanib, eng qiziqarli usullar orqali pul tepayotdi. Lo Jinyu buni tunji qatim his qilgan chog'da markaziy televiziya stansiyasida ishlayotdi. Men Dialog nomli programmaning film ishlaguvchisi bo'lib turayotgan chog'da mundaq bir g'alati ishni bayqadim. Programma guruhida nihoyat dongliq bir riyosatchimiz bor edi. Uning bilan munosabatim yaxshi edi. Birga ishlagan vaqtimiz uzargan sir bildimki, men uning boshliqi turib, u mendan jiq pul oladi ekan. Nemishqa bunday bo'ladi? Lo Jinyu tahlil qilib mundaq deydi. Sababi nihoyat oddiy. Qimmat odamga qaytayotdi. Bilimning qimmatini pulga aylantirg'ili bo'layotdi. Boy yoki nomrodlikni kim belgilaydi? A. Ijtimoiy boyliqlarning taqsimlanishi. B. Ikki qo'l, C. Peshanaga putilgan. Boylarning nomrodlikda jon beqishi nomli programmaga qatnashgan boylar P bozorga selingan cho'ng shirkatning ma'muriyat mudiri, bosh kasb ahli, model qatorliqlar, eski uylar, ba'zilarining o'g'isi ichilib qolganda turib, qo'lida bir tiyin yo'q holatda 5 kunni o'tkazgandan keyin
Ularning ta'siroti mundaq bo'ladi. Yerib ichib holingizdan ketganda uzoq mezgillik plan deganlar xiyolingizga kirib chiqmaydi ekan. Bugun nima yeb qo'ysqamni to'yg'zaman deganni o'ylaydi ekansiz. Qo'rsoq ichib ko'krab kesavasmi, bir kun ishlab topgan pulingizning hammasini qo'soqqa xarjlatishga chidamay, to'yg'icha yeyishga mo pedinolmaydi ekansiz. Nomeratlarning turmushi asosan mushundaq o'tadi. Shahardagi o'ttir qatlamga tava hisoblanadigan maoshliklarning kuni buningdan yaxshiroq. Ular och qolmaydi, to'nlab qolmaydi, qo'rsoq bilan kiyimdan har holda ozroq ishinadi. Lekin kunlari yanada krizis tuyg'usi ichida o'tadi. Orqa terkingiz bo'lmagan taqdirda faqat o'zingizga tayinib kurash qilsangizmi, bugungi jamiyatda bilimni pulga aylantirish imkoniyati cheksiz. G'alaba qilish yoki qila olmaslik o'zingizga bog'liq. Ündidar saloni yangi o'ttirga chiqqanda intayin oz sondagi bir qism kishilarla uningga yoshiringan bilimni pulga aylantirish fursatini his qila olgan. Oltiga Mahir Lili asli bir muxbir edi. Birinchi turkumda salon qurib, 2 yildan keyin a'zolarining soni necha yuz mingga yetgan edi. Maqolalarning o'qilish qitim soni aman 100 mingdan oshib ketadi. Hatto ba'zida millionga yetadigan bo'ldi. Aytilishicha, bir salon e'lonida 100 ming yuandan ortiq kirim qiladi ekan. Mayli Lojinyu yoki aloqa to'ri sohasidagi yangi cho'lpon Papi Qiyomi, olam aro urush o'yinidagi Huang Shudong bo'lsin, ularning boshqalarni jalb qilishida yadroliq bir omil bor. Ya'ni ochko'zlik qilmaslik. Ular hamma odamni biroqla jalb qilaman deydigan niyatda bo'lmagan. Siz ishongan narsaga ishonadiganlarni jalb qiling. Men bir odamning tirishchilik orqali o'zgarish paydo qila oladiganligiga ishonaman. Sahar turishning ahamiyati borligiga ishonaman. Shunga buningga ishonadiganlarni jalb qilaman. O'zingizni tutib olingki, bularga ishonmaydigan odamlarni o'zimga qarataman deb avara bo'lmang. Men azaldan kech yetib keyin turishga odatlangan san'atkor do'stlarimga sahar turib so'zlik yadilar, yugurib chiniq deb nasihat qilmayman. Mag'lubiyatchilarning hammasi degidek ochko'zligi sababidan mag'lub bo'ladi. Agar oddiy bir xizmatchi yoki o'quvchi bo'lib, o'zingizning yorqin nuqtasini tepishni o'ylasangiz, birinchi qadamda o'zingizdan mundoq so'rang. Men nimaga ishonaman? Men zodi qaysi ishni voyaga yetkazib boshqalarga ular erishmoqchi bo'layotgan narsani bera olayman. Mening do'stim Guda Bayxo aloqa to'rida maxsus ingliz til tarjimonligi bilan shug'ullanadi. U hech qachon Koreya filmlarini tarjima qilib, Song Jong-ningning mastanlarini tortib olishni o'ylab boqmagan. Mening bir o'quvchim maxsus ikkilamchi karton saloni qurgan edi. Hozir mushu turdagi kartonga qiziqadigan nurg'un odamlarni jalb qildi. Har qancha kichik turning g'oyat zo'r bozori bor. Uni chin tutish orqali haqiqiy qimmat yaratqili bo'ladi. 2010-yili men Shindongfangda Kushuya Kuvar berilib, o'ginib, etilib o'ynash degan ma'noda o'qitish guruhining guruhi boshlig'i edim. Shu mezgilda bir xizmatdashimdan 100 turan imtihon olgan edim. U donliq dashoni bitkizgan bo'lib, nihoyat munavvar yosh edi. 100 turan imtihonda menda yaxshi ta'sir qoldirgan darsnimi nihoyat yaxshi o'tadi. Dastlabda faqat dars o'tishga mas'ul bo'ldi. Kuniga o'ttir hisob bilan 10 soat dars o'tib, yerib holidan ketganda udul uyga ketib uxlashga aram ulguradi. Shundoq bo'lsa-mu aram vaqtlaridan foydalanib, dars mazmunlarini radlab, xotirlab, boshqa o'qituvchilarning o'rganishiga avatib beradi. Bir kuni u oldimga yugurib kirib, krizis tuyg'usi paydo bo'lib qolganligini aytdi. Nurg'un o'qituvchilar yosh vaqtida dars o'tib, ko'p pul topganligiga qanoat qilib qoladi ekan. Tang tushlari necha ming yuan maoshga ishlayotganda oyda necha 10 ming yuan topgan bilan davomli o'rganib turmasa, yeshi 30-40 dan oshganda 20-30 yuanning peshida tik turadigan kunga qolmadi. Uning kelgusida shundoq kunga qolg'isi yo'q edi. Shuning bilan boshqarish xizmatlarini tang ishlashni talab qilib, yozliq lager faoliyatiga mas'ul bo'ldi. Bu xizmat dars o'tishdan boshqa o'quvchi qabul qilish, tashviqot ishlash, xaridor jalb qilish, lagerga chiqqan o'quvchilarning turmushiga, tamoqiga mas'ul bo'lish qatorli xizmatlarning hammasini o'z ichiga oladigan bo'lib, biroqla 24 soatlik xizmatga aylanib qoldi. Bir qitim tamoq vaqtida oshpaz ayol bexastalik qilib, bir bolaga bir cho'mich qo'rumini oz berib qo'yganligi uchun u bolaning ota-onasi norozi bo'lib shikoyat qiladi. Hamda uni qattiq haqoratlab, yig'ilib-atgandek qilib etadi. Lekin u yana ularga 2 soatlik savirchanlik bilan xizmat ishlash orqali oxiri rozi qilgan edi. U har qaysi halqalarda o'zini qattiq chiniqtirgandan keyin amali o'sib, maosh qo'shildi.
2014-yili u o'z chiqimi bilan Changjiang Sodo Shuyanida sistemalik o'qidi. O'qishdan sirt u yana yuqori saviyalik munosabat to'ri o'rnatib, keyin egilik tiklagan chog'da pari mablag'iga erishdi. Gerçi keyin shug'ullangan kasbi boshqa qilgan xizmatidan xeli zo'r farqlansimi, jafoliq o'rganganlari qimmatli bilimga aylanib, biror tashkilga tayanmay turibmi iqtidorini pulga aylantira oladigan odamga aylandi. Bu eng yaxshi davr, shundaqla eng eski zamon. Shuning uchun yaxshi deymizki, hozirgi zamonimizda bilim va hunar mislsiz e'tiborga erishdi va ularni pulga aylantirish imkoniyati bor bo'ldi. Shuning uchun yaxshi emas deymizki, o'tgan necha 10 yilda izchil o'zgarmagan to'mir tovoqdan keladigan bexatarlik tuyg'usi asta-asta yemirishga boshlab, har qanday bir odamning har zamon sholinish ehtimolligi tug'ildi. Bilimingizni pulga aylantirishga oldirmagan, sistema ishchida yoki shirkatda muqim maoshli xizmatchining rolini ilayotgan odam bo'lsingizmi, o'zingizni davomli kuchaytirib turmasangiz bo'lmaydigan holat shakllandi. Agar siz ilgariki korxonada uzun bir zanjirning bir halqasi, ishlab chiqarishning oqma liniyasidagi bir bekat bo'lib, hozirgi iqtidoringizni pulga aylantirmoqchi bo'lsangiz, undaqda ishlab chiqarishning oqma liniyasidagi birinchi bekatdan tortib, eng oxirgi bekatgacha bo'lgan barliq halqalardagi butun mashg'ulotni bilishingiz va qaysi halqada qanday ilgirlash va hosilotga erisha oladiganligingizni har vaqt o'ylanib turishingiz kerak. Yolg'iz kurashga otlanganda tashabbuskorlik bilan ilgirlash davomida jiningiz qiynalishi mumkin. Ammo g'alaba yoki mag'lubiyat bo'lsin, o'xshashla yangi bir sahifa ichiladi. Siz faqat bir tal burma mix emas, balki kichik ham abjil, hatto zo'r ham mukammal bir mashinaga aylandingiz. O'zingizning bilim darxini barpo qiling. Tunugungi natijalaringiz hali ham sizga cho'ng ishdak tuyulayotgan bo'lsa, bugun hech qanday cho'ng ish qila olmaganligingizni bildiradi. Har yili mamlakatning har qaysi joylaridagi oliy maktablarda kam deganda 100 maydon leksiya so'zlayman. Har qitim leksiyaning oxirida o'zaro savol so'rashib, fikr almashtiradigan vaqtda o'quvchilar doim "Ali muallim, mening hozir o'qiyotganim o'zim haqiqiy yoqtiradigan kasb emas. Mening maktabim siz o'qigan Beijingda shudek yaxshi emas. Undaq munavvar o'qituvchilar qo'shonim yo'q. Mushundaq ahvolda qanday qilsam iqtidorli bo'la olayman?" deb so'raydi. Bu texi takalluf bilan so'rag'ini. Ba'zi o'quvchilar o'rindan turibla, "Ha, desa uni o'gininglar, buni o'gininglar" deydigansiz. Oshning dardini to'q bilmabdi deb bizning maktab ya 211 qurilishiga, ya 985 qurilishiga kirgan maktab emas. Bizning o'ginish sharoitimiz undaq yaxshi bo'lmasa, qanday o'ginimiz? deydi. Shundaq ahvolga yo'liqqanda men ulardan yondirib so'rayman. "Savoqdosh, sizning maktabda to'rg'ich qil bo'lamdi?" To'rg'ich qil bo'lsa, material manbasi hammamizga o'xshash. Burungi chog'larda ba'zi materiallarni izlabmi topqili bo'lmaydi. O'quvchilar o'qituvchining darsiga beqinib qolgan ahvol haqiqatan mavjud edi. Hatto ba'zi muhim materiallarni pulga sotib olg'il bo'lmaydi. Lekin hozir yangi taratqularning taraqqiy qilishi bilan material manbasi o'rganilmaslikning bahonasi bo'la olmaydigan holat shakllandi. Nima o'g'inaman desangiz, kerakli uchur mazmunlarni tepib, parcha vaqtlardan foydalanibmi egalligili bo'ladi. Sizda kam bo'layotgani faqatla harakat. Odamni barmoq diska yoki kichik tipdagi qattiq diskaga o'xshatsak, o'zingizda ichki saqlag'ich va mazmunlarni saqlash usulingiz bo'ladi. Ratlik saqlagan bo'lsangiz, shundaqla ossangiz, bir qarabla ayrig'il bo'lsa, ishlatish unumingiz albatta yuqori bo'ladi. Hozir ba'zi barmoq diskalarni ossangiz, birinchi bo'lib ko'zingizga chilqidig'ini bir patman, qalaymaqon hujjatlar bo'ladi. Hatto virusmi bor. Ingliz tili o'qitishi jihatdan boshqalar mendan doim degudek ingliz tilini qanday o'rganish kerak, qanday o'rgatish kerak deb so'raydi. Bunday savollarga konkret javob bermoqdasiz. Men kallamdagi va barmoq diskamdagi mazmunlarni inchika turlarga ayirib, ratlik saqlayman. Talaffuz, so'zlik, grammatika va bir butun tafakkurdan boshlab arxivlashtiraman. Har bir harfning talaffuz qilinishidan tortib, so'zuq va o'zik tovushlargacha atrofliq planlab olaman.
Agar grammatika haqida so'rasangiz, grammatikaning morfologiya qismimi yoki sintaksis qismimi? Morfologiya, ya'ni so'zlik ilmini ilib olsak, ism, fe'l, almash, artikl degandek 10 turga bo'linadi. Texmo inchga ayırsak, ismlarni ishlatishning 18 turlik qoidasi bor. Leksiya so'zlash davomida bayqadimki, ba'zi maktablardagi bir qism 7-8 yillik o'qitish tajribasiga ega o'qituvchilarmi ingliz tilida qancha so'ziq tovush, qancha uzuk tovush bor deganga o'xshash asosiy savodlarni bilmaydi ekan. Ana shundoq bir yurish bilimlarini ratlab chiqqandan keyin bu sohada nopozga ega bo'laman. Mayli bir qancha soatlik tarbiyalash bo'lsin yoki 10 necha soatlik uzoq mezgillik tarbiyalash bo'lsin, bilim ramkasiga qarab dars mazmunini osonlab planlab chiqa olayman. Undaqda siz ma'lum sohada mushundaq saviyaga yetdingizmi? Kallasi oddiy, putqoli taraqqiy qilgan, g'ayrat qil deyishdan boshqani bilmaydigan terner, layoqatli terner bo'la olmaydi. Mening ilgirki ternerim odam badanidagi barliq muskullarning ismini biladi. Hamda qaratmaliq mashq qisaladi. Uning kasbiy bilimi shunchalik mo'l ediki, taraqqiy qilgan muskullarga qarasam, butun badaniga matematikalik formulalarni yezib, to'shqizayotgandek ko'rinib ketadi. Bundoq odam g'alaba qilmay qolmaydi. Hech kim o'rnimni bosolmasin desangiz, shu sohaning inchika halqalarini aniq ayira oladigan bo'lishingiz, bilimingiz sistemalik, bir butun halqaga aylangan bo'lishi, qilayotgan ishingizni yipidan yenglig'icha bilishingiz kerak. Bo'lmasa, cho'ng turning kichikkina bir vintisi bo'lib qolasiz. Ko'z oldingizdagi oddiy, kichik ishdan boshqani ko'ra olmaysiz. Masalani, umumiy vaziyatni chiqish qilgan holda o'ylay olmaysiz. Ishning muhimlari bilan muhim emaslarni, ta'xirsizlar bilan ta'xirsiz emaslarni ayray olmaysiz. Ko'p qatlamliq bilim sistemasini qanday barpo qilamiz? Mening qo'llanganim turga ayirish usuli. Pishqan kasb ahliga aylanish, ingliz tilida o'qitishda avval talaffuz, so'zlik, grammatika qatorliq 3 turga, ondan har bir turni texmo inchika mazmunlarga ayirayman. Yangi misollarni uchratgan chaqda munosib turga qo'shib qo'yaman. O'xshash kasbdagilar bir qarabdila o'ttirdagi bog'lanishni bilalaydi. Ilgari e'lon ishlamasdan faqat kayfiyatimga, chiroy ifodamning muvofiq bo'lgan bo'lmaganligiga qaraydim. Bu kasb bilan uchrashgandan keyin vaqtning o'zirishi bilan kamera uzun fokusmi, qisqa fokusmi, nur naga tushidi, apparatning o'rni qayar qatorliqlarga diqqat qiladigan bo'ldim. Har kuni yangidan o'rgangan bilimlarni o'zimning kasbiy bilim ombiriga qo'yib mangdim. Butunlay o'qitishga oid narsalarni qo'yadigan bir hujjat qiypim bor. Gitar, munozirga oid boshqa mazmunlarni ayrim hujjat qiypiga solaman. Amerika va Jungoning to'y murosimining farqi haqida yozilgan bir maqolani o'qisam, uni til o'rganish deb ism qo'yilgan hujjat qiypidagi Jungo Amerika madaniyati degan turga solaman. Keyin shuning doir mazmun lozim bo'lganda darhol topa olayman. Shirlik Golmuz nomli filmda Shirlik Golmuz uchurlarni turga ayirish va tasvir usuli orqali kallasida saqlaydi. Kerak bo'lganda darhol tepib chiqa oladi. 3-bo'limida aslimi ordusini barpo qilish orqali o'xshamagan shaylarni belgilar bilan bog'lab asli saqlash iqtidorini yuksaklikka ko'targan. Ma'lum nuqtadan qaraganda bu xil asli saqlash usulini turga ayirish sistemasini voyaga yetkazganlik deyishga bo'ladi. Turga ayirishni o'rganmoqchi bo'lganlar munosabatli kitoblarning eng ko'p tavsiya qilinganlaridan birini setib olsa bo'ladi. Agar ixtisosshunoslik o'rganmoqchi bo'lsangiz, men Kuntinning ixtisosshunoslikning asosiy nomli kitobini tavsiya qilaman. Nopozliq, nodir materiallardan nihoyat tezla munosabatli savodlarni o'rganib olgan bo'ladi. Halbuki bilimni to'xtamay yangilab turishda ishlatishga tayinimiz. Ishlatish bilimning o'zlashgan yoki o'zlashmaganligini sinashning birdan-bir o'lchimi bo'la oladi. Kishilar pat-pat mundoq so'rab qoladi. Nuqul kirimni ko'zda tutganda 100% dars o'tishning foydasi ko'p emas. Shundoq turib yana nimishqa haftada o'ttiri hisob bilan 40 soat dars o'tishni davomlashtirib keldingiz? Maktabda o'quvchilarga mas'ul bo'lishdan boshqa yana muhim bir sabab shuki, o'qitishning eng oldingi sifida mangandlar bu sohaning taraqqiyotini tushunib turg'ili bo'ladi. Mayun kod yozishni bilmaydi. Shundaqdimi Alibabani ro'yobga chiqardi.
Uning eng zo'r iqtidori xaridorlarning ehtiyojini qizish, to'xtamay qizish, bekinib olmaslik, yig'in, suhbat orqali iste'molchilar va o'rta kichik tipdagi korxonalar bilan fikr almashtirish. Yuminxonmo yig'inning ko'pligidan dars o'tishga vaqti yetmay qilayotganidan afsuslanadi. Hozir aloqa to'ri, undidor qatorliq vositalardan foydalanib munbarga qaytib keldi. Vaqt hammani o'zgartirdi. Ilgari haqiqat deb qaralgan ko'z qarashlar asta-asta o'zgaryotdi. Ilgari mutlaq ishonchlik deb qaralgan usullarning unumsizligi isbotlanyotdi. Nurg'un o'qituvchilar o'qitish sepiga zo'r g'ayrat, jasorat bilan qaytiladi. Ammo 2 yil dars so'zlagandan keyin qarasangiz, saviyasi yanada burunqi peti turadi. Ular bir chambarak ichida izg'i dasab ilgirlamaydi. Ammo o'quvchilarning ehtiyoji, shundaqla imtihon mazmuni o'zgarib turg'achqa o'zini yuksaldirmay, bir izda to'xtab qolganlar tabiiy holda shallanib ketadi. Ilgari yuqori unum qo'g'lashib, bilog va undidor ishlatishdan o'zimni jahillik bilan cheklagan edim. Bilog amaliyotda ba'zi iqtidorlari chiqarib o'tilgan maktab saynosi. Ya'ni kelib, o'y fikrni ifodalashni nima deb 140 qat ichida cheklab qo'ydi? Texmi qo'rqadiganim diqqatimning chichilib ketishi edi. 1 yildan keyin blogimda e'lon qilingan tunji mazmunni mundaq deb yozdim. Tafakkurimning bo'linib ketishidan ansirab blogni ochmagan edim. Endi o'ylab baqsam, agar o'z-o'zimni kontrol qila olmasam, blogni ochmagan taqdirdami, diqqatimni chichitadigan ishlar hamon chiqib turadi ekan. Undidor salonnimi ko'p qism kishilardan taxminan 4 oy keyin qurildi. Baldur başlaganlar payda mezgiliga dal ulgurib, qancha kuchmayla necha 10 ming, necha 100 ming a'zo yig'ib oldi. Men ishning vaqtini o'tkazib qo'yganim uchun payda olgan fursatdan quruq qoldim. Qaysar mundaq deydi: "Har kim o'zining orzusidagi dunyoni ko'radi. Hech kim dunyoning bir butun holatini ko'ra olmaydi." Qaysar nihoyatda kuchli axborot to'g'ri qurib chiqib, eng muhim uchurlarni egallab turgan. Ilgirki natijalarni yostiq qilib yetib, yangi bilimlardan xabarsiz qilishni xohlamagan. Uning raqiblari, ya'ni gallolar, pompiylar qo'rsqidikini ko'shab, koni bilimlar bilan qanoatlanib qolgan. Tunugungi natijalaringiz sizga hali ham cho'ng ishdek tuyulayotgan bo'lsa, bugun hech qanday cho'ng ish qila olmaganligingizni bildiradi. Qaysi ishni qilsangiz eng xo'sh bo'ladiganligingizni bilib olib, shu ishni qilsangiz hech qancha kuchimayla 80% odamdan eshib tushgani bo'ladi. Yadroliq mahoratni muayyanlashtirgandan keyin diqqatingiz 20% sohaga markazlashadi. Mushundaq turga ayirgan taqdirdami, ma'lum sohadagi mazmunlar yanada nihoyat ko'p. Masalan, hozir leksiyaga munosabatlik salonmi xeli jiq. Tadbirdagi leksiyaning o'zila yiliga 10 mingdan oshadi. Qanday tanlash kerak? Parchalab o'rganish usulini qo'llansaqchi. Kirish eg'izi bo'lishi, parchalab o'rganish vaqtida o'rgangan bilimlarni yig'ib saqlash kerak. Hojatxonaga kirganda, yo'lda ketayotganda parchalab o'rgansak bo'ladi. O'rgangan narsalarni kechda cho'qim xotirlab qo'yish kerak. Odamning asli saqlashi ishonchlik emas. Kallaga tayinib, asli saqlag'il bo'ladigan mazmunlar nihoyat oz. Mening xotira kompyuterim dal mening 34 tillik vaqt boshqarish usulim, yangidan o'rgangan yadroliq mazmunlarni XL ga xotirlab qo'yaman. Hamda cho'qim o'ylanaman. Bu ishda men qaysi jihatda boshqalardan yaxshi qila olmadim. O'ylanish va silishtirish orqali puchaklikdan va quruq gap qilishdan saqlanib, quloqqa kirgan mazmunni amaliy harakatga aylantirg'ili bo'ladi. Keyingi qadam amaliyat. Mayli to'g'ri yoki xato bo'lsin, bir qitim o'z amaliyatidan o'tkazib, ondan hukm chiqarish kerak. Ilgari bir mazgil o'xshash bir leksiyani takror so'zladim. So'zlab o'zimni zerikib ketdim. Chunki yangi mazmun qaytishga jur'at qila olmaydim. Garchi o'xshash mazmun takrorlansimi, sinovdan o'tgan bo'lg'achqa xotirjam edim. Mayli qanchalik odam anglayotgan bo'lishdan qat'iy nazar so'zlashga boshlab 20 sekund ichida muqarrar qizg'in chavak chilinadi. O'zgartiman deb ishni buzib qo'ysam qanday qilaman? Bundaq chog'da Lo Jinyuning aytganidek tiz bukmaslik kerak. Ilgir qilgan ishimizni to'g'ri deb bak tushuntirib olmasligimiz lozim.
Agar hozirmi o'tgan bir yildikingizga o'xshash holatda turayotgan bo'lsangiz, demak siz olg'a bosmabsiz. Yanala burunqidek yaxshi so'zlasangizmi, angluvchilarni mahliya qilib olsangizmi, baribir dasmoyangizni yeyotgan bo'lasiz. Bu yil yangi mazmunlarni qaytishga, yangi usullarni sinab qilishga tirishdim. Sinab qilgan 5 usul ichida ikkisi kerak kelishi, qolgan 3i mag'lub bo'lishi mumkin. 5 hikoya ichida faqat birla olqishlanishi, qolgan 4ining unumi bo'lmasligi mumkin. Qandoqla bo'lsin o'zgarish bo'ldi. O'z-o'zini a'lolashtirib turishda bu yo'ldan agib o'tib ketgani bo'lmaydi. Bir odam uchun, bo'libmi ilgari utuq qozongan bir odam uchun o'zini inkor qilishdan tas ish bo'lmasa kerak. Ammo inkor qilmasangiz, ko'ni yo'lda mengayverasiz. U holda o'g'inish fursati ham ilgirlash bo'shliqi bo'lmaydi. Shuncha yil ishlabmi, yana nimishqa o'salmadingiz? Fursatparastlik odamga vaqtliq foyda elib kelishi mumkin. Ammo yiroqni o'ylaganda oqilona tanlash emas. Hayot yo'li uzun. Bugungi ifodangiz bundan keyin sizga baho berishning asosi bo'lib qoladi. Burningizning uchini ko'rsangiz, vaqtincha tez ilgirlayalishingiz mumkin. Ammo kelgusidagi texmi yaxshi fursatlardan quruq qolasiz. Atrofingizda mundaq odamlarmi bormi? 5-10 yillik xizmat tajribasiga ega. Ish bajarishi har holda bo'ladi, ammo o'stirilmaydi. Maoshmi hech qancha o'smaydi. Muhim o'ringa qo'yilmaydi. Uning bilan tang ishga tushganlarning kirimi bir hassadan 3 hassagacha oshdi. Ba'zilarga pay berildi yoki shirkatning ikkinchi xo'jayiniga aylanib bo'ldi. Lekin u texicha asosiy qatlamda ishlayotdi yoki odatdagi bir boshqaruvchi bo'la oladi. Masala nada? Acaba xo'jayinlarning ko'zi ko'rmi? Ko'p qism odamlar xizmat o'rniga o'zlashib, turaqlashgandan keyin tashabbuskorlik bilan yangi bilimlarni o'rganishdan to'xtab qoladi. O'zining qilayotgani mangu to'g'ridek bilinadi. Boshqalarning utuq qozonib ketishi butunlay tasaddibilik yoki munosabatga yoki yoshirin qoidaga tayanganlikdan boshqa narsa emas deb qaraydi. Namarat rayonlardagi o'qituvchi-o'quvchilarga eng yangi ma'arif ideyasi va o'rganish usullarini yetkazib, ma'arifga yordam berish uchun o'rinlashtirilgan leksiya faoliyatlarga doim berib turman. Ularmo bizni qizg'in qarshi oladi. Leksiyadan keyin atrofimizni o'rvelib, turli savollarni so'raydi. Menmo chamimning yetishicha javob beraman. Men ma'lum bir nahiyalik o'rta maktabda leksiya so'zlab bo'lgandan keyin peshqadam o'qituvchilardan biri oldimga kelib, "Sening bu nazariyalaring qarmoqqa yengidek qilgan bilan amaliyotga tatbiqlab kelsak, o'quvchilarga kir qilmasmiki?" dedi va bir necha asosini o'ttirg'a qo'ydi. Men darhol tushundirib, bu usullarning o'qitishda sinoqdan o'tib, xalqarada, shundaqla davlatimizning bir qism joylarida umumyuzlik ishlatishga boshlaganligini, agar yerlikning amaliy ahvolini ta'kidlashga to'g'ri kelsa, qaratmaliq tangshab bersami bo'ldiganligini aytdim. Lekin u yanada rad qilish uchun har xil sabablarni ko'rsatib turib oldi va beshini chayqab ketib qoldi. Tushlik tomoq vaqtida yiliqi besham o'qituvchining gapi bo'lib qoldi. O'qitish tadqiqot korpusidagi boshliqning aytishicha, u kishi o'z vaqtida to'liq kursni bitkizgan birdan-bir o'qituvchi sifatida ishga tushgan ekan. Dastlabki bir qancha yil ichida o'qitish natijasimi ko'rinarli bo'pti. Ammo davrning qadimiga yetishib mangolmag'achqa o'qitish unumi barg'on sir tövallab yuqori unvon ololmay kelgan ekan. O'qituvchilar maqtashga ko'nib qolganda osonla muvaffaqiyat tuyg'usiga yetib qoladi. Koni usulga ching eslib olib, yangi usullarni e'tirof qilg'ili unmaydi. Natijada asta-asta zamonning keynida qoladi. Yana bir turlik qaram odamlarmi bor. Ko'ngli yaxshi, hatto nihoyatda qizg'in, xizmat va turmushda terishidi.
ammo ancha iqtidori yo'q. Natijasi degandek emas. Boshqalar ularga vazifa topshirib xotirjam bo'la olmaydi. Bir qitim boshqa bir shaharga leksiya so'zlikli borgan edim. Ilgari bir qancha qitim ko'rishgan shu yerlik bir xizmatdoshim buningdan xabar tepib, atayin oldimga chiqmoqchi bo'ldi. Men uni avara qilishni xohlamay, udul mehmonxonaga bormoqchi bo'ldim. Shu kuni aeroplan kechikib qoldi. Aeroplandan tushib turishimga uningdan uchur keldi. Meni aeroportda saqlayotganiga xeyli bo'pti. Yaxshi ko'nglini qabul qilmay bo'lmadi. Birodarim tang kechida aeroportning yuqori sur'atlik tosh yo'lda mashinani uchqandek haydab ketib, zo'q-sho'q bilan so'zlab ketdi. Ba'zida hatto yo'lga qaramay, menga qarab gap qiladi. Men uni bexatarlikka diqqat qilishga eskartsam, xotirjam bo'l, doim mushunda qaydayman, chatoq chiqmaydi, dedi. Ichimda ansirab turg'achqa, gapiga onda-sonda javob berib qo'yib, gap qilmay o'tirdim. Orliqda aydurimda taksi to'sishning gapi chiqib, mundaq bir voqeani hayajon ilkida so'zlab ketdi. Bir qitim bir ayol xizmatdoshim yarim kechada komandirovkadan qaytib kelib, o'zi yolg'iz taksiga o'ltiribdi. Taksi shofiri yo'lni aylanib mang'anni ozdab, muomalasimi nihoyatda qo'pol ekan. Xizmatdoshi ovozli gap qilish beab bo'lg'achqa, chandurmay uningga uchur avatibdi. Ahvolni qisqa tushundirgandan keyin har ehtimolga qarshi taksining nomerini xotirlab olibdi. Hamda shofirga yaxshi gap qilib, xeyli paskoyga tushirdim. Hozircha harakat qo'llanishning hojati yo'q. Bir qancha minutda bir qitim xat yozib, ahvolni ma'lum qilib turman, debdi. Shofir ustidan shikoyat qilgan ish bo'lsa-mu, bexatar qaytib borgandan keyin shikoyat qilishga kelishibdi. U birodar dal ashu taksi shirkatining bir boshlig'ini taniydi-kanda, darhol telefon qildi. Shirkat taksi shofirga telefon qilib, mashinadagi yo'lovchining arz qilganligini aytibdikan, shofirning qapoqlari boshqadan turilib, "Nimishqa arz qilding?" deb xizmatdoshining ko'ziga kiribdi. Bichora xizmatdoshi barcha yaxshi gaplarni qilib yurib, aron deganda taksidan tushibdi. U o'zini qaltis baturlik qildim deb o'ylaydi ekan. O'ylab qoldim. Agar ashundoq gap anglamaydigan qaramliqni kundalik xizmatlarda ishlatadigan bo'lsa, o'ngshig'inidan buzg'ini ko'p bo'lishi turganli gap. Yuqorqi ikki xildagi odamlar ahvolga qarab yetaklansa, qattiq boshqurib turib olsa, har holda tashkilga ozdir ko'pdir to'pi qo'sha oladi. Ammo bir qadar iqtidorliq, vayron qilish kuchi zo'r odamlarning yoshurun xavfi texmi zo'r bo'lib, ularga berilgan huquq qancha cho'ng bo'lsa, shirkat yoki tashkilga ilib keladigan xavfmi shuncha zo'r bo'ladi. Ularning mundaq o'rtoqligi bor. Har amallarni qilib, o'rinliq qiladi. Pulini oladi, ish qilmaydi. Kollektivning ilgarilishiga to'salg'i bo'ladi. Yolg'onchi, kichikina bir narsa uchun o'z ko'mchikiga cho'g' tortib, kollektivning manfaatini o'ylashmaydi. Yiligar, geptatliq, terishayotganda qiyofatga kirib olib, amaliy ish qilmaydi. Lavjo bilan tanishqili uzoq bo'ldi. Lekin quyuq aralashmadik. Faqat bu kasbga kirganiga 10 yil bo'lganligi. Xizmatda chaqqan, qosh-ko'z o'ynatib yurib, hamkorlashquchining ko'nglini utalaydiganligini bilaman. Az-to'la iqtidorim bor. Yig'ilishlarning oldi-keynida chepib yurib, kuch chiqargandek tuyg'u beradi. Qilgan ishi har holda didingizga sig'adi. 10 yil bo'ldi. Hozirmi o'ttira qatlamda ishlaydi. Qo'lida amaliy huquqmi yo'q. Maoshimi tuzuk o'smadi. Onda-sonda do'stlar bilan birga tamoq yeb qolganda, talantli odamlar ko'milib qoldi degandek gaplarni qilib qo'ydi. Ammo shirkatdan ayrilishni o'ylab boqmagan. Boshliqning muomalasi xili qizg'in deb o'ylaydi. Ko'pchilik uningga tasalli berib qo'yish uchun boshliqning ko'zi ko'r bo'lib qopti deb qo'yishidi.
yangi qurilgan shirkatdagi bir do'stim jiddiy bostirdigan bir turkum material borligini aytganda Lauju esimga keldi. Lauju hech qancha kuchmayla bu ishni bitkazoladi. Azroq pulni tepib olaydi. Men Laujuga qayta topildim. Do'stimning shirkati amdili qurilgan bo'lsa-mu istiqboli bor. Bu bir turkum molning sifatigimi, vaqtigimi kapolat berishingiz kerak. Yana biri bozor bahosidan yuqori baho qo'yib olmang. Mushu qitim ishonchisiga erishib olsangiz, har yili mushu bir turdilla 1 yillik maoshingizdan ko'proq qo'shimcha kirim qila olasiz. U yana boshqa fursatlar bilan ta'minlab bera oladi. Lauju menga chatoq yo'q deb va'da berdi. 2 kundan keyin Lauju menga do'stingiz bahosini so'rab qo'yibla qayta istimidi. Bir kun vaqtimni bekor isrof qildi deb qaqshab berdi. Men hayron qoldim. Mening o do'stim nihoyatda keng qo'rsoq odam bo'lib, agar Lauju do'stim menga aytgan baho va qaral bo'yicha deyishgan bo'lsa, yana kelib vaqtimni qistab qolg'achqa boshqa odam izlab yurmagan bo'ladi. Oradan bir qancha kun o'tib, yiliqi do'stim bilan uchrashib qoldik. Laujuning ishini so'rasam, kulibli qo'ydi. Keyin uqsam, Lauju bahoni yuqori qo'ymagan. Texi bozor bahosidan 5% töven qo'ygan ekan. Yana talon bilan ta'minlaydigan sifatga kapolatlik qildigan bo'pti. Do'stim yordamchisini agashtirib zavodga beribdi. Pul topshirdigan chaqda Lauju yangi shartni o'ttirg'a qo'yibdi. Bu mahsulotga ishlatadigan ma'lum xil material tuyuqsiz tugab ketibdi. Agar saqlayman desangiz, u materialni akeldiramiz. Saqlay olmayman desangiz, uning o'rniga arzonroq bir materialni ishlatamiz. Lekin baho o'zgarmaydi. Do'stim, pul qo'shadigan ish bo'lsa-mu mayli. Sifat yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi, debdi. Bu gap Laujuning kutgan yeridan chiqibdi. Yangi bahoni o'ttirg'a qo'yibdi. Do'stim qarasa, aslidagi bahodan dal 30% yuqori ekan. Do'stim amalsiz voz kechishga majbur bo'lgan. Meni xijolat qilib qo'ymaslik uchun bu ishni menga demagan ekan. Keyin Lauju bilan hamkorlashgan odamlarning ishlarini xeyli ko'p angladim. U doim boshqalardan naf undirib olmaydi deydi ekan. Yiroqni o'ylamaydi ekan, hatto shirkatga ziyon selishdanmi yonmaydi ekan. Xo'jayin buni xeyli burunli bilgan bo'lsa-mu, Laujuning munosabat doirasining kengligini, ish qila oladiganligini, yuqori maosh talab qilmaydiganligini ko'zda tutib, hozirgacha ishlatib kelgan ekan. Faqat moliyaga taqishadigan cho'ng ishlarda uningga huquq bermaydi ekan. Ham o'stirmaydi ekan albatta. Lauju 10 yilni mana mushundaq bo'la bo'lmas o'tkazdi. Keyingi 10 yilni mushundaq o'tkazishi mumkin. Atrofimizda bundaq odamlar oz emas. Ular o'z qilmishini hargiz xato deb qaramaydi. Aksicha, mardona holda hozirgi jamiyatda hamma odam mushundaq qiladi, yolg'iz menla emas deydi. Shodlik saynosi nomli televiziya teatrining avtori Anayning Amalsiz ilgirlash nomli romanida hunarga pishqan, ammo bexil bir ustam bor. U davrning taraqqiyotiga ergishib, shollanish xavfiga duch kelayotganligini his qiladi. Ammo davr bilan tang ilgirlashning o'rniga peshqadamlikdan foydalanib, atrofiga odam to'plab, xo'jayiniga zavod men bo'lmasam to'xtab qoladi degan uchurni yetkazmoqchi bo'ladi. Xo'jayinmi amalsiz uning rayiga boqadi. Keyin xo'jayinning o'g'li chat eldan qaytib kelib, koni zavodni biroqla setib yetadi. Ahvolning chatoqligini bilgan bexil ustam yangi xo'jayinga sadoqatmanligini bildirish uchun yangi bilimlarni va yangi uskunalarni ishlatishni o'rganganligini bildirib, yangi xo'jayinga yelinadi. Oq ko'ngil xo'jayin qattiq ta'sirlangandan keyin bexil ustamning o'z manfaatini o'ylab kollektivga ta'sir yetkazgan najjar qilmishidan xabar tepib, ortiqcha ishongili bo'lmaydiganligini bildi-da rad qiladi.
O'zgarishni ba'zilar xo'shal-xo'ram kutib oladi. Ba'zilar mos qadamda ilgirlashni bilmaydi. Ammo eng xato pozitsiya shuki, o'zgarishga moslashmayli qolmay, har xil vositalardan va munosabatlardan foydalanib, o'z o'rnini saqlab qolish kollektivning taraqqiyotini boshqaruvchining ehtiyojini qilcha o'ylab qo'ymaslik. Burun bir qiz bola mening bir do'stimni tashabbuskorlik bilan izlab kelib, hamkorlashish taklifini o'ttirg'a qo'yibdi. Uning xizmat qilayotganiga xeyli yillar bo'lgan bo'lib, har holda 1-2 turni yomon emas butkizgan ishlarimi bor ekan. Lekin xizmat o'rni yuqori emas ekan. Dastlabda nihoyatda yaxshi shartlarni o'ttirib qo'yibdi. Vaqt qis bo'lg'achqa do'stim suhbatda deyishgan shartlar o'zgarib ketmagan asosda aniq to'xtam yezishib, hamkorlashishga ma'qul bo'libdi. Ammo to'xtamga imzo qo'ydigan chaqda boshda qo'yilgan ba'zi shartlarning o'zgartirib etilganligini ko'rib, sababini so'rgan ekan, qarshi taraf bir hazo dard to'kkandan keyin yiziq o'yini o'ynab, do'stimning qonun engi ojiz va kasbiy bilimining kamchiligidan foydalanib, o'tkaldan o'tib olmoqchi bo'libdi. Oxirda vaqtning qisqaligi bilan do'stimga askartish berib, bu shartlarni qabul qilmasang, buncha qisqa vaqt ichida texmi yaxshi birsini topolmaysan. Qo'shildiganlar chiqqan taqdirdami vaqtdan futtirib qo'ysan degandek gaplarni qildi. Sizlarcha do'stim qanday qilsa bo'lar? Do'stim kaskinlik bilan rad qilib, vaqtdan futtirib qo'yishga rozi bo'lib, boshqa hamkorlashuvchi izlashni tanlabdi. Ishning beshidala samimiyatsizlik qilg'il turgan odam bilan bo'pti deb hamkorlashib qo'ysangiz, bundaq hamkorlikdan yaxshi natija chiqishi notayin. Uningdan ko'ra bundaq hamkorlashuvchidan vaqtida o'zingizni tortqiningiz afzal. Yog'och qozon birli qitim qaynaydi. Bundaq odamlar ko'z oldidagi foydani deb uzoq mezgillik manfaatdan quruq qoladi. O'zining yo'lini to'sib qo'yganni oz deb shirkatning nom inovatini bulg'ab bo'ladi. Korxonada yuqori o'rniga chiqalishi asla mumkin emas. Fursatparastlik odamga vaqtliq foyda elib kelishi mumkin. Ammo yiroqni o'ylaganda oqilona tanlash emas. Hayot yo'li uzun. Bugungi ifodingiz bundan keyin sizga baho berishning asosi bo'lib qoladi. Burningizning uchini ko'rsangiz, vaqtincha tez ilgirlay olishingiz mumkin. Ammo kelgusidagi texmi yaxshi fursatlardan quruq qolasiz. Hamma ishni o'zim qilaman deb turib olishmi bir xil kasal. Cho'ng ish qiladiganlar arsalda bo'lib yurmaydi. Siz kuchayib, ko'p yo'nalishlik xizmatlarni taqsim qilgan vaqtingizda ziyonga bardoshlik berish kuchingiz hozirlangan bo'lishi kerak. Odam murakkab bo'ladi. Odam ishlatish davomida aldanib qolmayman deyolmaysiz. Bir qitim aldanib qilish bilan sinab beqishdan, ko'rash qilishdan yaltiyib qolasiz. Oxirida yolg'iz jangchiga aylanib, o'zingizni g'ardirib qo'yasiz. 2016-yili 7-oyda yil beshida bekitgan cho'ng nishonlarimning biri Fransiyaga berib sayohat qilish. Xizmat qilgach, Yevropa lo'nqisini ko'rish orzuyimni ishga oshirdim. Fransiyaga borganlar Versal saroyiga albatta bormay qo'ymaydi. Orada orqasiga joylashgan Versal bog'chisi darvaqa odamning ishongusi kelmagidek darajada go'zal ekan. Rahat farog'atni qo'ldan bermagan ham Fransiyani yuksak darajada obro'yga ega qilgan Lois haqida so'rag'animda sayohat yetakchisi menga uning qoida yo'singa ahamiyat beradigan, hatto uxlash oldida va sahar o'rnidan turgandimi qoida yo'sin bo'yicha ish qilganligini aytdi. Lois atrofiga necha yuz hunarvan kasblarni to'plagan bo'lib, turmushning inchiki halqalaridan davlatning ichki tashqi siyosatlarigacha oyoq, paypoq,
Çaç basonidan tartib, yemek-içmekka shu sohaning ustalari. Ya'ni, bugungi tilimiz bo'yicha aytganda mutaxassislar mulozimat qiladi ekan. Sayohat yetakchisi shularni so'zlab kelib, mundaq deb qo'shib qo'ydi. Ayni chaqda Loisning naqadar rohat farog'at ichida yashaganligini oddiy fuqarolar tasavvurmi qilolmaydi. Ilgari biz faqat kinolarda ko'ratdik. Hozir jamiyatning taraqqiyotiga ergishib, bizning oddiy fuqarolarimiz bahramon bo'ladigan mulozimatlar ayni chaqdagi Loisninkidimi ko'p. Darvaqa, iqtisod taraqqiy qilgan bugungi nozu ne'matlarni yegimiz kelsa, telefon orqali eng dangliq oshpazlarni uyimizga chaqirib kelib, tamoq atkizib yeyalaymiz. Sirtqa chiqimiz kelmay qolsa, har xil tamoqlarni akeldirib yesakmi bo'ladi. Xabar ko'rmoqchi bo'lsaqmi, telefonni ichib, har xil xabar applarni tushirsakli bo'ladi. Sirtqa chiqmoqchi bo'lsak, taksi uyimizning oldiga kelib to'xtaydi. Dunyoni sayohat qilmoqchi bo'lsak, har xil yurishlik mulozimatlar tayyor. Biz hozir ish taqsimoti inchga ayrilgan jamiyatda yashayapmiz. Kishilar o'zaro aloqa va almashtirishga tayinib, turmush sifatini texmo yuqori ko'tara oladi. Yangi ideyaning qabul qilinishiga jarayon ketadi. Loisning har ishni kasb egalariga qildirish odatini qabul qila olmaydigan kishilar hozirmi bor? Ular barliq xalqlarni o'zi qilmoqchi bo'ladi-da, natijada yerib holidan ketadi. Shirkatga kirib uzoq o'tmay o'qitish tadqiqot korpusiga mas'ul bo'ldim. U mening tunji xizmatim bo'lg'achqa, tabiiy holda butun vujudim bilan astoydil ishlashni o'ylaydim. Kunduzi tur gruppasidagi har qaysi o'qituvchilarning sonliq ma'lumotlarni ratlab, dars o'tish mahoratini analiz qilgandan keyin birma-bir paranglashdim. O'qituvchilarning dars o'tish mahoratini o'stirish uchun o'qituvchilardan bosqichga bo'lib 100 turan imtihon elishim kerak edi. Shunga kechda uyga qaytgandan keyin astoydil dars tayyorlab, puxta tayyorlik qildim. Boshqalarga topshirsam, yaxshi qilolmay qilib, ishni buzib qo'yarmanmi deb ansirab, hamma ishni o'zim qo'l selib ishladim. Shundoq ishlab 3 oydan keyin xo'sh xabarmi shu bo'ldiki, dangliq maktablarni bitkizgan, yana kelib dars o'tish saviyasi yuqori bir turkum iqtidorli o'qituvchilarni yig'ib oldim. Ammo shum xabar shu bo'ldiki, hamma ishni o'zim qilaman deb ziyoda charchab ketganlikdan osma o'qul ostirib 100 turan imtihon oladigan bo'lib qoldim. Imtihon bergili kelganlar meni ko'rib cho'chib ketdi. Ular ko'nglida Shindongfang nima degan rahimsiz deb qolgandi balkim. Nima uchun hamma masalani o'zimga ortib olaman? Hal qilishning texmo yaxshi chorasi bormi? Shuning bilan peshqadam kasbdoshlardan birini tamoqqa taklif qilib maslahat so'radim. U yuqori o'ringa chiqishdan burunla yordamchi taklif qilgan ekan. Boshda o'qitishdan sirt ishlashni xohlaydigan o'quvchilarni ishiltibdi yoki to'rdan yordamchi mulozimatlarni tepibdi. Jadval ratlash degandek xizmat tajriba talab qilmaydigan, ijodiyligi yo'q xizmatlarni yordamchisiga topshiribdi. O'zi qilolmaydigan texnikalik ishlarni haq hisoblab ishlaydiganlarga berib qildiribdi. Bularni anglab, bundaq mas'uliyatsizlik qilsa qandoq bo'ladi deb o'yladim. Ammo ishlarga yetishib bo'lolmay, endi ish taqsimlamasam yerib o'lib ketgudekman degan holga yetgandila, uning chorasining oqilona bo'lganligini his qilishga boshladim. Nurg'un boshqurg'uvchilarning muvaffaqiyat safari mana mush yerdan boshlangan. Birinchi qadam: o'zi qilmasa bo'lmaydigan ishlar bilan boshqalarga topshirsa bo'ladigan ishlarni farqlantirish. Avval mundaq analiz qilaylik. Siz yaxshi qila oladigan bir ishni 1 soat qilsangiz qanchalik qimmat yarata olasiz? Bu ishni kelgusida qilish texmi ko'p qimmat yaratishingizga foydaliqmi? Masalan, siz 1 soat xizmat qilib 100 yuan topa olsangiz,
uyingizni tozalashga 80 yuan xarjlab odam yollasangiz, u holda uyingizni boshqalarga tozalatsangiz tamoman bo'ladi. Boshqalarga taqsimlab beradigan xizmatlar asosan mundaq ikki xil bo'ladi. Kalla ishlatish ketmaydigan, bir xilda takrorlanadigan ishlar. Masalan, yiziq ishlari, bat tizish, son sipirlarni ratlash degandek. Bu ishlar uchun oliy maktab o'quvchilarini ishlatishga bo'ladi. Yana biri yuqori texnikalik mahorat talab qiladigan xizmatlar. Masalan, yuqori saviyalik PPT, sin kirishtirish. Bu turdagi ishlarni munosabatlik detallarni puxta biladigan odamlarga qildirish kerak. Shu orliqda o'xshamagan temalarda so'zlaydigan bir qancha leksiyaga PPT ishlash kerak bo'ldi. Mening PPT ishlash saviyam tovan bo'lg'achqa vaqt bek ko'p ketadi. Yana kelib yaxshi qila olmaydim. Uningga sarf qilgan vaqtni o'zimning yadroliq ortiqchiligi bo'lgan leksiyaning mazmuni va so'zlash mahoratiga qarasam, texmi ko'proq qimmat yarata oldim. Shunga bu ishni yordamchiga topshirib, o'zim leksiyaning mazmuniga va leksiyada yangilik yaratishga qaratdim. Natijada umumiy jihatdan qaraganda, ashu bir qancha qitimliq leksiya ilgirki leksiyalarga qaraganda ko'rinarli yaxshi bo'ldi. Odam tanlashda munosabatlik taraflarni tekshirib ko'rgandan keyin xotirjam topshirsangiz bo'ladi. Yana kelib, bu turdagi xizmatlar uncha qiyinmi emas. Tasoddifiy yaxshi qila olmagan taqdirdami, bak zo'r ta'sir ko'rsatib ketolmaydi. Siz faqat ish topshiradigan vaqtni muvofiq o'rinlashtirsangiz, amal bor baldurroq topshirib olsangizlar, agar yaxshi qila olmagan bo'lsa, tuzatishga buyursangiz yoki qayta o'rinlashtirsangiz, odatda cho'ng chatoq chiqib ketmaydi. Ikkinchi qadam: muvofiq odamni qandoq topamiz? Men bu tajribalarni xizmatdoshlarimga tunishtirgandan keyin ularning birinchi inkosi mundaq bo'ldi. Bu chorg'u nihoyatda yaxshi ekan. Lekin darhol ishga kirisha oladigan ham ishonchli odamni nerdan topaman? Navoda men topgan odam mas'uliyatsizlik qilib ishni buzib qo'ysa, o'ngshash uchun texmi ko'p vaqtim, zehnim isrof bo'lmamdi. Dunyoda mukammal odam bo'lmaydi. Eng muvofiq odamni bir qitimda tepishmi tas. Gapni oz, ishni yaxshi ham puxta qiladigan odamni amaliyot jarayonida tavlab va tanlab chiqishga to'g'ri keladi. Xizmatning oddiy ismini boshqalarga berish orqali mundaq ikki tarafdan foyda olasiz. Biri boshqalarga xizmat taqsim qilishga asta-asta moslashib ketasiz. Doim jiddiylik va tashvish ichida turishdan qutulasiz. Ikkinchi, sizdan ish oladigan oliy maktab o'quvchilari va ishdan sirt ishlaydiganlar yuqori haq talab qilmaydi. Buningga tamoman chiqish qilib keta olasiz. Va shu jarayonda ishonchli odamlarni qandoq tanlashni o'rganib olasiz. Odam tanlash jarayoni cho'ng shirkatlarning xodim qabul qilish jarayoniga o'xshab ketadi. Avval tarjima holini ko'rib, asosiy ahvolini tushunib chiqasiz. Ondan ilgirki xizmat natijalariga asosan kasbiy iqtidoriga, siz topshirgan ishning hujjasidan chiqa oladigan yoki chiqa olmaydiganligiga baho berasiz. Eng oxirida ular bilan xizmat munosabatida bo'lib, ishlab boqqan 3 dan 5 kicha odamdan so'rab ahvol egallay olasiz. Ya'ni tarixini tekshirasiz. Albatta, shaxsiy adovat yoki xizmatda bak yaxshi bo'lmaganlikdan hasad qilib, nachar baho berib qo'ydiganlarmi chiqishi mumkin. Shunga faqat umumiy jihatdan yaxshi baholansa kifoya. 3 qadam: odamni yaxshi tanlash, tanlab bo'lgandan keyin arsalda bo'lmaslik. Odam ishlatishda intayin muhim bir masala shuki, ishonch qila olmagan odamni ishlatmaslik. Ishlatgan odamga ishonish kerak. Bir odamga ish topshirishni qaror qilgandan keyin ortiq xiyol qilmay, xotirjam ishlagili qo'ying. Oqibatga birlikda mas'ul bo'lishga tayyor turing. Doim gumonlanib, ishonmay,
ko'ziga kirib olsangiz, aktivchanligini tuvallatibsiz. Hatto mana amsa deb ishni qasdan buzib qo'yishi mumkin. Mening bir do'stim biotexnika shirkati qurib, yengila ish boshlagan edi. Uningda eng dastlabki bir sherikiga nisbatan nurg'un o'xshashmaslik va ishonmaslik paydo bo'lib qolg'achqa, shirkat uchun jon ko'ydirib ishlayotgan sherikidan yanada ansirab yurdi. Oxiri yiliqi sheriki jon achchig'ida shirkatning barliq texnik xodimlarini elib shirkatdan chiqib ketdi. Natijada amdili qurilgan shirkat taraqqiy qilishning eng yaxshi paytini qo'ldan berib qo'ydi. Arada ishonch bo'lmasa, hamkorlik uzoqqa bormaydi. Ko'nglingizda gumon bo'lsa, birlikda ish qilmaganingiz yaxshi. Cho'ng ish qiladiganlar arsalda bo'lib yurmaydi. Siz kuchayib, ko'p yo'nalishli xizmatlar taqsim qilingan vaqtingizda ziyonga bardoshlik berish kuchingiz hozirlangan bo'lishi kerak. Odam murakkab bo'ladi. Odam ishlatish davomida aldanib qolmayman deyolmaysiz. Bir qitim aldanib qilish bilan sinab beqishdan, kurash qilishdan yoltiyib qolsangiz, eng oxirida yolg'iz jangchiga aylanib, o'zingizni hordirib qo'yasiz. Qo'limdagi xizmatni taqsimlashni bilganligim uchun xizmatga tushib 2 yildan keyin meni mulozimat bilan ta'minlaydigan, meni qo'llaydigan har xil kollektivlar bor bo'ldi. Menmo kuniga 10 soat dars o'tishni bildigan ingliz tili o'qituvchisidan dars o'tish, kitob yozish, ommaviy farovonlikqa qatnashish, riyosatchilik qilish qatorliq ko'p turli xizmatlarni tang elib ma'laydigan odamga aylandim. Xeyli uzoq bir mezgil hamkorlashgan, men shunchalik ishongan hamkorlashquchim meni tashlab ketgan ishlarmi bo'ldi. Uningga shunchalik ishongan bo'lg'achqa, o'y xiyollarimni yo'shirmay deb beratdim. Keyin ko'z qarshimizda farq bo'lib qoldimi yoki mijozimiz kelishalmadimi bilmadim. U ketishni qaror qilgan chaqda ko'nglim shunchalik yerim bo'ldi. Hech kimga ishongil bo'lmaydigandek his qilib, xeyli uzoqcha bekinib yashadim. Hamma ishni o'zim yolg'iz qilishga boshladim. Uzoq o'tmay, mangudek madorimni qolmag'il turdi. Agar cho'ng ishlarni qilaman desam, davomli olg'a qarab mengishim kerakligini. Ishonishni tanlagan ekanman, shartsiz ishonish lozimligini bilatdim. Ba'zilar meni hamoqat deyishdi. Lekin men o'ylayman, Yuminxo muallim hatto o'zi qurgan butun bir shirkatni boshqalarga tashlab berib, o'zi dars o'tgan yerda Shindongfanga o'xshash mushundoq cho'ng bir shirkatni boshqalarga shu qadar ishini topshira olgan yerda men nimadan qo'rqaman? Odamning mijozi moslashishchan keladi. Har ishda sababini ko'proq o'zidan izlash, ko'proq boshqalarning nuqtasida turib o'ylab beqish kerak. Ehtimol ozroq ziyon tortishingiz, badal to'lishingiz mumkin. Ammo uzoq mezgil aralashgandan keyin yo'qotmoqning erishmiki borligini tushunib qolamiz. Hech kim yagona orol emas. Safardagi hamrohingizni teping.